Ishonch borasida ehtiyot bo'ling, serjant. Eng og'ir zarbani yaqinlaringiz beradi. Ushbu mashhur ibora kimga tegishli ekanligini bilasizmi? Bilmasangiz, obuna bo'lib qo'ying. Men esa sizga video o'yinlar tarixidagi eng achinarli o'tmishga ega bo'lgan qahramon haqida so'zlab beraman. Simon Ghost Riley. Barchamiz uni Call of Duty tarixidagi eng zo'r va sovuqqon jangchi sifatida bilamiz. Lekin uning niqobi ortida qanday dahshatli o'tmish yashiringanini hech o'ylab ko'rganmisiz? SASning elita xodimi bo'lishidan avval Simon dahshat ichida ulg'aygan. Giyohvand otasi uni doim xo'rlagan, akasi esa bosh chanoq tasviri tushirilgan niqob kiyib, doim qo'rqitib kelgan. Aynan o'shanda u hayotning asosiy qoidasini, hech qachon hech kimga ishonmaslikni o'rganadi. Bunday dahshatlarda ulg'aygan Simon 2001-yil voqeasidan keyin o'z xohishi bilan armiyada xizmat qilishga qaror qiladi. Keyinroq Meksikadagi topshiriq paytida unga xiyonat qilishadi. Simonni haftalab qiynashadi, taqiqlangan moddalar bilan zaharlashadi va sherigining jasadi bilan birga bitta qabrga tiriklayin ko'mib yuborishadi. U o'lgan do'stining jag' suyagi bilan tuproqni kavlab, yer ostidan 13 soat deganda chiqib oladi. Uyga qaytganida esa kartel uning butun oilasini qirib tashlagan edi. Aynan o'sha lahzada Simon Riley o'ladi va Ghost dunyoga keladi. U dunyodan yashirinish uchun niqob taqqandi, biroq urush uni yana va yana ta'qib etaverardi. Eng qizig'i, hammadan ham ko'proq yo'q bo'lib qolishni istagan qahramonimiz video o'yinlar tarixidagi eng taniqli personajga aylandi. Aslida qahramonimizning hayoti bundan-da dahshatli. Uni qisqa videoga sig'dirishning iloji yo'q. Shunday bo'lsa ham ma'lumotlar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang.